Tayyormisiz? Va nihoyat men ham ushbu O'rgimchak odam yangi kun filmini kinoteatrdan tomosha qilish uchun bordim. Film dunyoda 31-iyuldan premyerasi boshlangan bo'lsa, O'zbekistonda esa 6-avgustdan premyerasi ham o'zbek tilida, ham rus tilida boshlandi. 6-avgust kuni men tez yordamda smenda bo'lganligim sababli biletni 7-avgust kuniga Afisha.uz saytidan sotib oldim. O'zimizga eng yaqin hudud Sergeli bo'lganligi uchun aynan Sergelidagi Sergeli sinemadan biletni oldim va ayolim bilan birgalikda ushbu kinoni ko'rish uchun bordik. Va kino boshlandi. Kino voqealari 2025-yilda bo'layotganligini ko'rishimiz mumkin. Sababi undan oldingi film, ya'ni Uyga yo'l yo'q filmi 2021-yildagi voqealar bilan boshlangan edi va u paytda do'stlari o'qishga endi qabul qilingan edi, ya'ni kinoning oxirida. Hozir esa o'sha kinoda do'stlari o'qishni bitirganligi haqida, ya'ni o'qish 4 yil deb hisoblasak, o'sha o'qishni bitirganligi haqida ketadi. Kino qiziq joyda tap etib svet o'chib qolsa bo'ladimi? Va oradan 40 minut o'tib yana svet yondi. Kinoda asl dushman deyilgani dushmanbasligi va u tomondan ekanligi ma'lum bo'ladi. Va kinoning ta'sirli sahnalaridan biri ana u yaxshi ko'rgan qizi uni yozgan xatini o'qib qolganligida bo'ldi. Do'stlari bilan qayta tanishdi va ma'lum vaqt maroqli suhbat o'tkazishdi birgalikda. Aniq, bu suyuqlik oqim holatini saqlab turadi. Keyin sen tugmalarni bosib, uni faollashtirganingda u teflon turbinasi orqali o'tadi. Yana bir narsa aniqki, do'stlari shunchaki 4 yillik bekorchilik bilan o'tkazib yuborishmagan va balki bilimlarini juda zo'r kuchaytirishgan o'zini sohalari bo'yicha. Eng ta'sirli sahnasi O'rgimchak odamning juda og'ir jarohat olganligi va o'lib qolish xavfi juda yuqori bo'lganligi bo'ldi va albatta kino bosh qahramoni o'lmasligi aniq edi va u ham o'lmadi. Oxirida esa yangi O'rgimchak odam paydo bo'lganligi haqida ma'lumot berildi. Titrlardan keyingi sahnada ko'p ehtimol bu qora rangli, qora tanli O'rgimchak odam bo'lsa kerak. 2 marta kinoteatrga tushgan bo'lsam, bundan oldingisi 2021-yil Uyga yo'l yo'q filmida edi. Bir so'z bilan aytganda 10 balldan 10 ball.